Tezlik mavzusidan 36 ga e'tibor beramiz. Biz 36 ni 35 ga o'xshaydi degan ekanmiz. Reaksiya bergan 2A plus x ta B 2 ta S. Ushbu reaksion sistemada A va B moddalarining konsentratsiyalari 4 marta oshirilsa, reaksiya tezligi 64 marta ortadi. X ni aniqlang debdi. 36. Reaksiya 2 ta A plus x ta B keyin 2 ta S. Xo'sh, moddalar A va B moddalar konsentratsiyasi 4 marta oshirildi deyapti. Demak, bu sistema uchun reaksiya tezligi konstanta ko'paytirilgan A moddaning ikkinchisi ko'paytiruv B moddaning ikkinchisi bo'ladi. Hozir qarang mana, tezlik bizda konstanta bormi masala shartida? Konstanta yo'q. Demak, yozmaymiz. A va B moddalar konsentratsiyasi 4 martadan oshirildi degan uchun 4 ning ikkinchisi ko'paytiruv 4 ning ikkinchisi teng tezlikni necha marta oshdi degan? 64 marta oshdi degan. Teng 64. Endi qarang, 4 ning ikkinchi darajasi 4 ga 4 necha? 16 ko'paytiruv 4 ning ikkinchisi teng 64. Mana shu 16 bo'lish bo'lib o'tsin. 4 ning ikkinchisi teng 16 bo'luv yo'q, 64 bo'luv 16 bo'ladimi? Mana 16 bo'lish bo'lsa 16. 4 ning ikkinchisi teng 4. X teng 1. Chunki mana 4 ning birinchisi 4 bo'ladi, to'g'rimi? X teng 1. Qaysi javob bu? S. 36 ga S bo'ldi. Keyin 38 so'radilaringmi? 38 ham shunaqa savolmi? Mayli endi ishlab beray, so'rashdi. 38 reaksiya bergan 2 ta A plus x ta B hosil bo'ladi 2 ta S. A va B moddalar konsentratsiyasi 2 marta oshirildi, 32 marta tezlashdi. 2 marta oshirilgan bo'lsa, demak qarang mana. Tezlik teng konstanta A ning ikkinchisi ko'paytiruv B ning ikkinchisi, oldida x bo'lgani uchun. Bizda V teng konstanta yo'q. 2 ning ikkinchisi ko'paytiruv 2 ning ikkinchisi teng 32. 2 ning ikkinchisi 4, 4 ko'paytiruv 2 ning ikkinchisi teng 32. Mana 4 bo'lish bo'lib o'tsa 2 ning ikkinchisi teng 32 taqsim 4. 2 ning ikkinchisi teng necha bo'ladi bu? 8. X teng necha? 3. Chunki 2 ning uchinchisi 8 bo'ladi. X teng 3 A javob. A javob to'g'ri. Tushunarlimi? Keyin fursatdan foydalanib dars qoldirish yomon ekanligini tushuntirib o'tay. Mana bu videoni ham onlaynda kimdir ko'radi baribir. Onlaynda ham ba'zilar dars qoldirgani uchun kichkina guruhga boshqa kanalga o'tkaziladi-da, onlayndagilar ham. O'tgan dars bu yo'q edi, siz ham yo'q edingiz masalan. Men videosini tashlab beraman Telegram kanallaringga. Ko'rib olsangiz tezlikni davom etasiz. Tezlikni yarmidan oldin boshini bilmagan bo'lsangiz bo'ldi. Tushunmaysiz. Mana bu qayerdan keldi? Bu x'lar qayerdan nimaga tepasiga o'tkazib o'rilayotganini men o'tgan dars to'liq tushuntirgandim. Tushunarli? Videosini birinchi qismini ko'rib oling. Bir mavzuni 200 ta testi bo'lsa, ishoning 101 dan 200 gacha chuqurlab o'tirgandan ko'ra tushunmaydi. Undan ko'ra boshidan 100 tani ishlagan yaxshiroq. Davomini ko'rgandan ko'ra. Shuning uchun boshidagi videoni ko'rib olasizlar. U ishda yana muammolar bormi? Yana muammolar bormi? Yo'qmi, bo'ldimi?